Xo'p, hoji oshi unda gunohmi? Birodar, gunoh. Keling, men sizga isbotlab beraman. Yetimlar bor, och. Sizni dasturxoningizda hamma boylar. Birodar, siz biling, sizni marosimingizga kelgan odamlarni yarmidan ko'pini siz chaqirgan dasturxondan o'zining uyining dasturxoni ziyoda. Undan zo'rki kam emas. Va bugun payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Eng yomon dasturxon shunday dasturxonki, boylar chaqirib kambag'allar esdan chiqarilsa. Bizni bugun ehsonlarimizda hamma to'qlar, bitta yarimta topilmasa, yo'q. Siz mayli, men shunday odamlarga rahmat va barakalla aytaman. Yetimxonadan, kam ta'minlangan boylarni qo'ying, qarindoshlarni qo'ying. Aynan kambag'al bechoralarni chaqirib o'shalarga ziyofat bering, mashalloh, qo'lingizdan kelsa.